Assalomu alaykum hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Bugungi uchrashuvimizdan asosiy maqsad bu aholida bor muammolarni o'rganish, kreditga bo'lgan ehtiyojlarni o'rganish, ushbu kreditlarni ajratish orqali yangi ish o'rinlari yaratish va sizlarda bo'ladigan kredit bo'yicha ehtiyojlarni o'rganib, sizlarda kredit olish bo'yicha nima muammolaringiz bo'lsa, o'shalarni o'rganamiz va ijobiy yechim bo'yicha gaplashib o'tamiz. Sizlarda bugungi kunda 312-qaror bo'yicha kredit ajratilyapti. Filiz mahalla loyihasi 47-qaror bo'yicha oila tadbirkorlik rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha Xalq banki mikrokreditlarga ajratilgan. 312-qaror bo'yicha ajratilgan kreditlar bo'yicha 7 yil muddatga 3 yilgacha imtiyozlar bilan ajratiladi. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish. Bunda 300 dan ziyod turlarda yo'nalishlarda kredit ajratiladi. Tuman 4-toifada bo'lgani uchun 20% dan kredit mablag'i ajratiladi. Chorvachilik buni ichida sartaroshxona ochish mumkin, tikishxona ochish mumkin, jihozlarni sotib olish uchun ajratiladi. Mahalla loyihasi bo'yicha kreditlarimiz 50 million so'mgacha plastik kartaga tashlab beriladi. 5 yilgacha muddatga olishga, 2 yilgacha imtiyozlar olinadi. Bu ham 25% dan bu kreditimiz. Bunda ham o'zini o'zi band qiladi, o'sha yo'nalish bo'yicha kredit mablag'i ajratiladi. Masalan, uyda tikuvchilik qilmoqchi bo'lsa, o'sha tikuvchilik yo'nalishida o'zini o'zi band qiladi-da, 50 million so'm plastik kartasi ko'chirib beriladi. O'sha 1 yillik o'zini o'zi band qilish summasi to'lovini ko'chirgan bo'lishi kerak. Bundan tashqari 47-qaror bo'yicha kredit mablag'i ajratamiz. 4 yilgacha muddatga 6 oygacha imtiyozli olinadi. Hozir bunda ham shunday ajratilyapti. Bunda ham foiz 25% dan, bunda ham yo'nalishlari o'sha mahalla loyihasiga qanday ajratilsa shunday ajratiladi. Bunda ham o'zini o'zi band qilgan bo'lishi kerak. Faqat maksimum summasi 17 million so'mgacha bo'ladi. 17 million so'mdan yuqori olmoqchi bo'lsa mahalla loyihasi kreditini ajratamiz.